Aziz o'quvchilar, arab tilida hamza o'zi qanday belgi? Biz uni qanday o'qiymiz va hamzaning qanday turlari bor? Bu haqida ushbu videomizda batafsil gaplashamiz. Siz uchun o'ta muhim bo'lgan bilim va ko'nikmalarni aynan ushbu videoda aytganman. Oxirigacha kuzatishni sizga tavsiya qilaman. Assalomu alaykum arab tili ixlosmandlari, aziz o'quvchilar, sahifamiz obunachilari. Bugun sizlar bilan eng muhim, eng ajoyib mavzu hamza va uning turlari haqida sizlar bilan gaplashib o'tamiz. Aziz o'quvchilar, eng muhim qoidalar, eng muhim eslatmalarni albatta yozib olishlik uchun yoningizda daftarlarni, ruchkalarni tayyorlang. Sababi sizga anchadan beri aytilmagan ko'plab ma'lumotlarni aynan bugun sizga ulashtirishga harakat qilamiz. Tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Aziz o'quvchilar, arab tilida hamza ba'zi o'rinlarda belgi sifatida, ba'zi o'rinlarda esa harf sifatida qaraladi. Harf sifatida qaralishini asosiy masalasi shundaki, hamzani mahraji bor. Ya'ni hamzani chiqadigan o'rni halqumning eng tubida. Bilamizki, biz harf mahraj va sifatlarni o'tganimizda halqumni 3 ta turga bo'lgan edik. Ya'ni 3 ta qismga. Halqumning boshi, g'oyin va xo harfi chiqadi. Halqumning o'rtasi, ya'ni kekirdagimizdan bir pog'ona tepada, bu yerdan ayn hamda ha harfini talaffuz qilardik va halqumning eng tubidan hoyu havas yumshoq ha boru, o'sha harfni hamda hamzani talaffuz qilamiz. Hamza har doim sukunli bo'lganda tovushni ifoda qiladi. Ya'ni hamza talaffuz vaqtida, masalan, hamza alifni tepasida kelsa yoki pastda kelsa, talaffuzimizda o'zgarish bo'lmaydi. Mana a, i, u deb o'qiymiz. Lekin agar hamza sukunli holatda bo'ladigan bo'lsa, a deb turib tovushni ifoda qiladi va sifat jihatidan hamza, biz bilamizki, harflar talaffuz vaqtida kelayotgan havoni harf o'z mahrajida birdan keskin to'siqqa uchrashi, ya'ni yopilib qolishi, kesilib qolishi, shiddat bilan yopilishi shiddat sifatida, mana shu hamza harfini ham sifati shiddat sifatini oladi. Ya'ni u sukunli bo'lganda a deb turib birdan ovoz bir karaga shiddat bilan yopilib, kesilib qoladi. Bu hamza haqida bu qiziqarli ma'lumot edi. Endi aziz o'quvchilar, hamzani ko'rinishlari haqida gaplashamiz. Aziz o'quvchilar, hamzani ko'rinishlarini doskaga yozaman, e'tibor qaratamiz doskaga. Masalan, alif bilan kelishi hamzani yozayotganimizda mana amaro, mana amaro yoki hamza bilan kelyapti, mana alif ahoza, masalan ahoza. Ya'ni talaffuzimizda hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Ya'ni alif bilan nima hamza birga kelyapti, alif va hamza, amaro, ahoza deb o'qiymiz. Endi agar biz bu birinchi holat. Ikkinchi holat, alifni bilamizki, o'zidan oldinga qo'shiladi, qo'l beradi va cho'ziqlikni ifoda qiladi. Mana bunday holatda biz nima deb o'qirdik? A deb cho'zardik. Buni mat mavzusida o'tilgan, ya'ni tabiiy mat, ya'ni a deb ikki harakat cho'zardik. Endi agar mana shunday holatda alifni tepasida hamza kelib, u sukunli bo'lsa, a deb cho'zmasdan cho'ziqlikni kesadi, ya'ni to'xtatadi. A demizda a deb o'qiymiz. Ya'ni bir karaga to'xtaymiz. Yana o'zbekcha qilib aytganda ozgina bitta tebratib, yengil tebratib qo'yamiz. Shunda birinchi yozuvda qaraymiz. Mana ya mu ru, mana bu yerda mat bo'lyapti. Mana alifdan oldin fatha kelib, u a deb ikki harakat cho'ziladi. Shunda ya muru. Uni necha harakat cho'zardik? Ikki harakat cho'zamiz. Bu mat, mana 2 deb qo'yapman. Ya muru bo'lyapti. Endi mana shunday holatda mana qaytadan yozamiz. Mana ya hamda hamza kelib, hamza sukun bo'ladigan bo'lsa, biz arab tili matnlarida o'qiyotganimizda diqqat qiling. Tepasiga qaraysiz, hamza sukun bo'ladigan bo'lsa, ya muru emas, ya muru deb o'qiysiz. Endi yana misol. Misol uchun yozamiz mana ya hu zu, masalan. Ya hu zu bo'lyapti. Bu yerda qaraymiz. Alifdan oldin a kelyapti-da, hamza yo'q bu yerda. Shunda ya huzu deb, ya'ni ikki harakat cho'zamiz. Bu yerda nima bo'lyapti? Mat bo'lyapti. Mana bu holat, mana mat bo'lyapti. Endi keyingi jarayonda agar unda alifda
ya deb turib hamza belgisi bo'ladigan bo'lsa, qaraymiz. Hamza belgisi bo'ladigan bo'lsa, mana ya deb turib, hamza agar sukun bo'ladigan bo'lsa, ya deb bir karaga nima qilamiz? Halqumni eng tubida bitta tebratamiz. Shiddat sifati bor dedim. Ya xuzu bo'ladi. Endi xulosalaymiz. Agar hamza belgisi alif bilan mana bunday holatda amaro, ahoza yoki alifda mana bunday holatda zamma bilan yoki mana bunday holatda kasra bilan keladigan bo'lsa, i, u, a deb shunda oddiy talaffuzda o'qiymiz, sodda qilib aytadigan bo'lsak. Endi agar mat holatidagi alif bilan keladigan bo'lsa va hamza uni tepasida turib sukunli bo'ladigan bo'lsa, bitta to'xtab keyin o'qiymiz. Ya'ni cho'ziqlikni kesadi. Ya xuzu emas, ya xuzu, ya muru deb mana bu yerdan ya xuzu, ya muru deb o'qiymiz. Va buni o'sha talaffuzda bittagina to'xtashimiz, diqqat qiling aziz o'quvchilar, ayin kabi bo'lmasligi kerak. Ya'ni o'quvchilar har talaffuzida, mahrajida mashq qilganda ayin bilan hamzada bir-biriga chalkashtirish holatlari va hamma harflarni ayin kabi o'qish holatlari uchraydi-da. Shunda siz hech qachon ya xuzu, ya muru deb ayinga moyil qilib aytmaysiz. Bu yengil, ohista ya xuzu, ya muru deb talaffuz qilishimiz kerak bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, mana sizlar bilan hamzaning ko'rinishlarini ham qanday kelishi haqida ham gaplashdik. Aziz o'quvchilar, hamzani arab tilidagi matnlarda qanday ishlatilishi va siz o'rganayotgan arab tilini o'rganaman, boshlang'ich ta'lim kitoblaringizdagi matnni maxsus ovozli hamda qisqa video shaklda o'qilgan variantini o'zimni shaxsiy Telegram sahifamga joylayman. O'zimni shaxsiy Telegram sahifamni izohlarda havolasini qoldiraman. Albatta obuna bo'ling. Bu darsni o'qilishini aynan Telegram sahifamda bemalol ko'rib, tajribangizni oshirsangiz bo'ladi. Endi aziz o'quvchilar, hamzani 3-ko'rinishini hozir sizlar bilan o'rganamiz. Demak, 3-ko'rinishi mana ya harfi, ya harfini o'rganganimizda bu y tovushini beradi. Agar biz arab tilidagi matnlarni o'qiyotganimizda ya harfini tepasida hamza keladigan bo'lsa, bunda sodda qilib aytadigan bo'lsak, sodda qilib hamza yaga tayanib kelyapti. Ya'ni ya harfi tayanch bo'lib kelayotgan bo'ladi. Ya'ni o'qimasdan hamzaning harakatini o'qiymiz. Hamzaning harakati a bo'lsa, ya emas, masalan ya emas, a deb o'qiymiz. Bunda qanaqa bo'ladi desa, misol uchun yozishimiz mumkin mana. Qu ri a. Mana qarang. Quriya emas, chunki yani tepasida nima turibdi? Hamza turibdi. Shunda quri a deb o'qiysiz. Ya'ni hamzani harakati nima? Fatha. Shuning uchun quriya emas, quri a deb o'qiysiz. Xulosa, demak, agar hamza ya harfi bilan keladigan bo'lsa, ya harfiga hamza tayanch, ya'ni ya harfi hamzaga tayanch bo'lib kelyapti. Harakati nima bo'lsa, shuni o'qiymiz. Yana misol uchun mana qo deb cho'ziqlik turibdi-da. Qori deb turib sukun turibdi mana. Agar hamza bo'lmaganda nima qilardik? Qori deb cho'zardik, i deb cho'zardik. Boya ya muruni ya muru deb to'xtatib qo'ydi-ku, kesib qo'ydi matni. Xuddi shunaqa qori deb turib mahrajini halqumni eng tubidan qori deb bitta to'xtab talaffuz qilishligimiz kerak bo'ladi. Sababi u sukunli bo'lganligi uchun. Bunda esa quri a deb o'qiymiz. Quriya deb o'qiydigan bo'lsak, xato o'qigan bo'lamiz. Xulosa, hamza kitoblarda, arabiy kitoblarda ya harfini tepasida keladigan bo'lsa, ya'ni o'qimasdan hamzaning harakatini o'qiymiz. Hamzaning harakati fatha bo'lsa, fatha qilib, kasra bo'lsa, kasra, zamma bo'lsa, zamma qilib o'qiymizda. Agar sukunli bo'lgan bo'lsa, i, a, u deb nima qilib qo'yar ekanmiz? Bitta yengil mana bu halqumning eng tubida to'xtab o'qishimiz kerak bo'lar ekan. Masalan, hamzani tepasida yana kelishiga yana bitta misol, ya'ni mubtadi'u degan so'z bor mana. Mubtadi mana. Mubtadi turadi-da, mana bunday turadi. Agar hamzani bilmagan o'quvchi bunday o'qiydi, qarang. Mubtadi
yu deb qo'yishi mumkin. Chunki mana bunga e'tibor qilmayapti-da. Ana o'shaning uchun aziz o'quvchilar diqqat qiling. Hamzani tepasida hamzani harakati nima? Ya'ni tepasida. Ya'ni tepasida hamzani harakati u turibdimi? Ana o'shanda mubtadi yu emas, mubtadi u deb o'qishimiz kerak bo'ladi. Endi aziz o'quvchilar, hamzani 4-holatini ko'rib chiqamiz. 4-holatda xuddi ya kabi vav harfi yoziladi. Vav harfini tepasida hamza keladi. Ya'ni hamzaga vav harfi nima bo'lyapti? Tayanch bo'lyapti. Ustun deb olaylik, ustun bo'lib kelyapti. Shunda sodda qilib aytadigan bo'lsak, vav harfini o'qimasdan hamzaning harakatini o'qiymiz. Agar u sukun bo'lsa to'xtaymiz, harakatli bo'lsa va emas a deb o'qiymiz. Harakatli bo'lsa, masalan, vu emas u deb o'qishimiz kerak bo'ladi. Masalan, so'z keladi, misol uchun yu'minu degan so'z keladi mana. Mana yozamiz, mana yu bo'ladi-da, hamza tepasida bo'lib sukun bo'ladi va nu bo'lyapti mana. Mana. Endi biz agar hamzani sukuniga e'tibor qaratmasak yoki bu qoidani tushunmasak, qanaqa o'qiymiz? Yu'minu deb qo'yamiz mana. Yu chunki vovdan oldin u kelyapti-ku. Yu'minu deb cho'zib qo'yamiz va xato talaffuz bo'ladi. Unda nima qilishimiz kerak? Hamza turibdi, vov hamzaga ustun tayanch vazifasini o'tayapti. Shunda yu'minu deb o'qiymiz. Yu'minu. Ko'ryapmizmi? Endi qarang. Hamzani harakati agar vov bilan kelib a bo'ladigan bo'lsa, va emas, a deb o'qiymiz. Ya'ni va emas, hamzani a, ya'ni fathasini o'qiymiz. Masalan, kattaroq yozyapman ko'rinishlik uchun. Qarang. Mana bu yerda kelyapti mana. Muvaz deb turib, mana zal harfi kelyapti-da. Zal harfi kelyapti. Agar hamzani bilmagan o'quvchi muvaz deb o'qiydi. Muvaz deb o'qiydi. Aslida esa bu yerda yozilgan, nima deb yozilgan? Muazzin. Az mana vovni o'qimaymizda, hamzani tepasida a turibdi, harakatini o'qiymiz. Bu tayanch. Muazzin deb o'qishligimiz kerak bo'ladi. Endi xulosalaymiz aziz o'quvchilar. Arab tilida demak hamzani shakllaridan yana biri ko'rinishi vov harfini ustida kelar ekan, vovni vazifasi hamzaga tayanch, ustun bo'lib kelar ekan va u harakati nima bo'lsa, hamzani harakati nima bo'lsa, shuni o'qir ekanmiz. Va agar u sukunli bo'lsa, mana yu deb turib halqumning eng tubida mahrajdan bitta yu menu deb ozgina to'xtab, keyingisiga o'tib ketamiz. Yu menu deb talaffuz qilishimiz kerak bo'ladi. Aziz o'quvchilar, endi shu joygacha bo'lgan joyda bitta xulosa olib olamiz. Hamza alif bilan kelar ekan, alif bilan qanaqa bo'ladi desa, alifni mana bunday ko'rinishda kelar ekan, bitta. Keyingisi alifni mat holatida kelar ekan, nima qilar ekanmiz? Cho'ziqlikni to'xtatib qo'yar ekan, qachonki hamza sukun bo'lsa. Keyin ya harfida, demak, ya harfi tayanch bo'lib kelar ekan, hamda vov harfi tayanch bo'lib kelar ekan. Hozir o'rgandik birinchi holati, ikkinchisi, uchinchisi hamda to'rtinchisi. Endi keyingi holat, beshinchisini o'rganamiz. Qarang, ahamiyat bering. Biz ya harfini o'rganayotganimizda, ya harfida mana bunda yozardik-ku, so'z boshida, so'z o'rtasida degan ko'rinishlari bor edi. Xuddi shunaqa ya harfi kabi kelib, hamzani harakati nima bo'lsa shuni o'qiymiz. Diqqat qiling, xuddi mana shunday keladi-da, nuqta qo'yilmaydi, yozuv o'xshaydi demoqchiman-da. Nuqta qo'yilmaydi-da, hamzaning harakati nima bo'lsa, shuni o'qishimiz kerak. Hozir misollarni ko'rib chiqamiz. Endi misollarni ko'ramiz, qaraymiz. Misol uchun, mana qof harfi, qo, mana sukun turibdi. Hamza turadi-da, mana. Misol uchun mana bu qoshcha belgisini mana bildiradi, ko'p cho'zishni bildiradi. Buni mat mavzusida o'rganasiz. Mat mavzusida ko'proq cho'zamiz. Qo, il deb turib, mana bu yerda hamza kelyapti. Mana bu holatda mana hamza kelyapti. Qo, il. Misol uchun yoki mana yozamiz mana. Sin yozamizda, mana bu belgini mana bildirar ekan, ko'proq cho'zishni. To'lqinsimon chizib ko'p cho'zishni. Mana sukun kelyapti-da,
hamzani harakati kasr keladi shunda. Sail. Ya'ni bu bilan nima demoqchiman? Hamza alif bilan keladi. Alifni bu holatida keladi, ha? Ya unga tayanch bo'lib keladi, vov unga tayanch bo'lib keladi-da. Keyingi 5-holat xuddi ya harfini so'z boshidagi kabi kelib, hamzani harakati nima bo'lsa, shuni o'qiymiz. Shuning uchun bu yerda yozuvda ko'rinishini ko'rsatyapman. Masalan, qoil, sail deb o'qishligimiz kerak bo'ladi. Hamzaning ko'rinishlarini 6-sini o'rganamiz, aziz o'quvchilar. Qarang. Boya biz 5-sida o'rgandikki, eslatma sifatida qarang, mana tepasida keladi dedik. Xuddi shu kabi ta, ya harflarini so'z o'rtasida ulanishi bor edi-ku, xuddi shunaqa bo'lib mamda keladi-da. Hamzani harakati nima bo'lsa, shuni o'qiymiz. Ya'ni agar sukun bo'lsa, tovushni bildiradi, bitta to'xtaymiz, harakatli bo'lsa o'qib ketamiz. Masalan, qarang. Bu ko'p uchraydi arab tili jumlalarida. Mana. Bisa emasda mana turibdi. Mana hamzani ko'rinishi. Bisa desak noto'g'ri o'qigan bo'lamiz. Hamzadan oldin kasr kelyapti. Hamza sukuni bo'lsa bitta to'xtaymiz dedi-ku. Bisa. Ko'ryapsizmi? Talaffuzga ahamiyat bering. Bisa. Endi misol uchun yana xuddi shunaqa mana. Masalan, biru emasda biru. Biru deb, ya'ni sukunli bo'lganda bitta to'xtab, biru deb talaffuz qilamiz. Va bundan tashqari mana bunaqa holatlarda ham keladi. Misol uchun yozadigan bo'lsak, sa'ala degan so'z bor mana. Mana. Sa'ala. O'qiyotganimizda e'tibor qarating. Men aytdimki, hamza sukunli bo'lganda tovushini bildiradi. Qolgan paytda a, i, u harakatini o'qiymiz dedik-a mana. Sa'ala. Sa'ala. Siz hech qachon sa'ala deb to'xtamaysiz. Chunki harakati nima turibdi mana bu holatda? Hamzani harakati fatha. Shuning uchun sa'ala deb o'qishingiz kerak. Mana bu holatda esa sukunli bo'lib turibdi. Shuning uchun bitta to'xtayapmiz. Bisa, biru deb talaffuz qilishimiz kerak bo'ladi. Endi aziz o'quvchilar, hamzaning oxirgi ko'rinishi, ya'ni 7-ko'rinishini ko'ramiz. 7-ko'rinishi quyidagicha. Buni ko'p ko'rgansiz arab tili jumlalarini, matnlarini o'qiganingizda. Mana keladi-da, mana. Misol uchun shin harfi mana bunday bo'ladi-da. Mana harakati mana bunday bo'ladi. Shunda bu to'lqinsimon chiziq ko'p cho'zishni bildiradi. Sha'a cho'zamiz. Yoki misol uchun sa'u, ya'ni hamza mana bunday holatda keladi. Harakati nima bo'lsa shuni o'qiymiz. Masalan, a bo'lsa sha'a deymiz, sa'u deymiz misol uchun, yoki ji'i va hokazo. Mana shunday holatda keladi. Biz hamzaning harakati qanday bo'lsa shuni o'qishimiz kerak. Mana bu joyga ahamiyat qaratasiz, buni ko'proq cho'zasiz. Buni aynan mat qoidalari mavzusida ko'rsangiz bo'ladi. Cho'zishda necha harakat cho'ziladi, qancha vaqt ushlab turiladi, bularni mat qoidalarida o'rganasiz. Bu yerda biz bilishimiz kerak bo'lgan narsa mana bu yerda hamzaning harakatini o'qishlikni bilishligimiz kerak bo'ladi. Endi aziz o'quvchilar, hamzaning ko'rinishlarini bitta xulosalab olamiz. Biz hamzani mahrajini nima dedik? Halqumning eng tubidan dedik. Halqumning eng tubida, ya'ni mana bu kikirdagimizda hoyu havas kabi bitta joydan chiqar ekan. Sifat jihatidan u shiddat sifatiga ega, ya'ni talaffuz qilayotganimizda sukun bo'lganda a, i, u deb turib nima qilar ekanmiz? Kelayotgan ovoz keskin mana bu yerda to'silib qolar ekan, shiddat sifatiga ega. Bu hamzani turli xil ko'rinishlari bor ekan. Birinchi holat. Alif bilan kelar ekan, mana bunday holatda. Ya'ni a bo'ladi, alif bilan i bo'ladi, misol uchun alif bilan mana u bo'ladi. Bu holatda talaffuzda o'zgarish bo'lmaydi. A, i, u ketyapti. Ikkinchisi, alifni mat holatdagisi bilan kelsa, u cho'ziqlikni to'xtatib qo'yar ekan. Agar uni harakati bo'lmasdan sukun bo'lsa, cho'ziqlikni to'xtatadi. Uchinchi holat, uchinchisi, biz talaffuz qilayotganimizda mana ya harfini agar tepasida hamza kelsa, hamzaning harakati nima bo'lsa shuni o'qir ekanmiz. Eslab qoldik-a, ya'ni o'qimaymiz. To'rtinchisi, vav harfi bilan
vov harfi bilan kelar ekan, hamzaning harakati nima bo'lsa, shuni o'qir ekanmiz, vovni o'qimaymiz. Sodda qilib aytganda. Endi 5-inchisi bu yoqdan. 5-inchisi. Biz xuddi mana ya harfi bor-ku, ya yoki ta harfi kabi so'z boshida ko'rinishda kelar ekan, hamzaning harakati nima bo'lsa, shuni o'qiymiz, sukunli bo'lsa bitta to'xtaymiz. 6-holat xuddi shunday so'zni o'rtasida kelish holatida kelar ekan hamza va 7-holati nima ekan? Hamzani mana bunday holatda kelishi, harakati nima bo'lsa, shuni qo'shib o'qishligimiz kerak bo'ladi. Aziz o'quvchilar, bu hamza haqida sizga tushuntirib bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz edi. Albatta siz o'rganayotgan arab tilini o'rganaman degan arab tilidagi boshlang'ich ta'lim kitoblaringizdan hamzaning ko'rinishlari haqida kelgan mavzularni bu videomiz orqali albatta mashq qilib ko'ring. Siz uchun foydali va manfaatli bo'lgan bo'lsa, albatta izohlarda o'z fikrlaringizni albatta yozib qoldiring. Agar sahifamizda yangi bo'lsangiz, bu kabi videolarimizni, shu kabi qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamga obuna bo'lishni unutmang. Hamza mavzusi bo'yicha qanday savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozing. Men esa sizga maxsus videolar tayyorlashlik uchun tayyorman. Kelasi darslarda ko'rishguncha assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli kuzatuvchilar, mana sizlar bilan hamzaning ko'rinishlarini ham, qanday kelishi haqida ham gaplashdik. Aziz o'quvchilar, hamzani arab tilidagi matnlarda qanday ishlatilishi va siz o'rganayotgan arab tilini o'rganaman, boshlang'ich ta'lim kitoblaringizdagi matnni maxsus ovozli hamda qisqa video shaklda o'qilgan variantini o'zimni shaxsiy Telegram sahifamga joylayman. O'zimni shaxsiy Telegram sahifamni izohlarda havolasini qoldiraman. Albatta obuna bo'ling. Bu darsni o'qilishini aynan Telegram sahifamda bemalol ko'rib, tajribangizni oshirsangiz bo'ladi.